Assalomu alaykum, hurmatli opalar. Bu mana navbatdagi ma'quldagi tadbirkorlar bilan, fuqarolar bilan qabulimizni aniqlamiz. Shu munosabat bilan o'zimni tanishtirib o'taman. Agrar o'rganman, ismim Abror. Hozirgi nimada ishsiz fuqarolarga, ishsiz ayollarga keng prezidentimiz qator qarorlari tasdiqlangan. Shu qarorlarga asosan ilk mahsulotlarimiz bor. Tanishtirib o'tishim kerak. Birinchi ilk mahsulotimiz ishsiz ayollar, erkaklar, ishsiz fuqarolarga biznesga ko'mak mahsulotimiz bor. 12 million so'm uchinchi shaxs kafilligi yoki sug'urta polisi asosida 4 yil muddatga ajratiladi. 2 yil imtiyozli davr bilan. Bundan tashqari mahalla loyihasi bor. 50 million so'm ajratiladi. Bu ham ishsiz fuqaroga o'zini o'zi band qilgan bo'lsa, mana o'zini ixtisosidan kelib chiqqan holda chorvachilik qiladimi, bog'dorchilik yoki issiqxonasi bo'lsa, o'shani